11-mart kuni 24KG nashri favqulodda vaziyatlar vaziri lavozimiga taklif qilingan 10 ta nomzoddan 9 tasi korrupsiya bilan bog'liqligi haqida xabar berdi. Parlament yig'ilishida so'zlagan nutqida Qirg'iziston prezidenti Sadir Jabbarov avvalgi vazir lavozimidan ozod qilingandan so'ng 10 ta nomzod ko'rib chiqish uchun taqdim etilganini aytdi. Oxir-oqibat ularning 9 tasi korrupsiyaga aloqador ekanligi ma'lum bo'ldi. Bir kun oldin Urmatbek Shamirkanov favqulodda vaziyatlar vaziri lavozimidan ozod qilindi. Prezident matbuot kotibi yangi vazir nima uchun tayinlanganiga hali bir oy ham bo'lmay turib ishdan olinganiga izoh berar ekan, bunga uning avvalroq vazir o'rinbosari lavozimida ishlab yurgan kezlarida pora olganlikda gumon qilinayotgani sabab bo'lganini aytdi. Parlament yig'ilishida Sadir Jabbarov shunday dedi: "Hatto yaqin qarindoshlarimni ham kechirmayman. Shu bilan birga mening qarindoshlarim va farzandlarim davlat xizmatida ishlamaydi. Davlat organlarida faoliyat yuritmaydi. Shu sababli xotirjamman." Qirg'iziston hukmron elitasining korrupsiyaga aloqador emasligi ehtimoli oz deb hisoblasak ham, kapitalizm mafkurasining o'zi korrupsiyaga asoslangan. Islom boshqaruvida va jamoat hayotida tatbiq etilmagani sababli butun dunyo bo'ylab odamlar haqiqiy o'lchovni, to'g'ri mezonlarni va to'g'ri tushunchalarni yo'qotdilar. Uzoq vaqt davomida odamlarga majburan singdirilgan kapitalistik mafkura dunyodagi korrupsiyaning sababidir. Chunki u odamlarga o'zlari xohlagan tamoyillarga amal qilish va o'z mezonlari bo'yicha yo'l-yo'riq ko'rsatish huquqini beradi. Aynan kapitalistik mafkura hamma joyda korrupsiyani keltirib chiqaradi. Korrupsionerlarga g'amxo'rlik qiladi va ularning manfaatlarini himoya qiladi. Dunyo kapitalistik mafkurani tarix axlat qutisiga tashlab, insoniyat ishlariga eng yaxshi g'amxo'rlik qiladigan haqiqiy tizimni qabul qilmagunicha korrupsiyadan xoli bo'lmaydi. Islomga ko'ra pora berish haromdir. Beruvchi ham, oluvchi ham do'zaxiydir va jazoga loyiqdir. Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam pora beruvchini va pora oluvchini la'natladilar.